Bitta zo'r gap aytaymi? Do'rmondagi bo'l hovzi obyektimizda juda ajoyib ish bo'ldi. Mana shu mashina kiradigan darvozaxona edi, tepasida deyarli yo'q edi. Tepasini qurdik. Keyin uy egasi o'ylab bir oyna qo'yamiz, bir fortishka bo'ladi deb turib, oyna yopilib bu ham uy bo'lib ketdi, bor. Aytishadi, ya'ni ovqat yeyotgan paytda ishtaha keladi. Qurilish paytida ishtaha zo'r keladi. Shu obyektni shu noldan shu hozirgi holatigacha, mana shu tomi ham, qurilishi ham, elektrikasi ham, santexnikasi ham hammasi bizning jamoat tomonidan bo'lyapti. Kompleks deganda, ya'ni hamma ishladi. Mana shu qurilishlar, akfa xizmatlari ham mana shu bu yoqda tepada elektrik ishlari, tom ishlari, hamma kanalizatsiya ishlari, poliv ishlari, ko'rasizlar, mana slivlarning ishlari chiqarib qo'yilgan. Eng zo'r ish qilgani bu uy egasini mana shu uyga qilgan investitsiyalardan bittasi mana shu. Mana vashshi zo'r bo'ldi mana. Buni ustidan jiddiy travertin qilsa vashshi zo'r bo'ladi. Ichkari suvola, mana elektrikalari ham. Hamma professional xizmatlarni bemalol bitta jamoaga berasiz, maza qilib ishlaysiz. Shu videoni kommentariyasida shu uy egasini atpetka qilib qo'yaman, o'zlari ham bitta komment yozib olsalar, ko'rasizlar. Maza qilyaptilarmi ishlab, yo'qmi? Pastdagi raqamlarga murojaat qilasizlar. Like, komment, podpiska har doimgidek foydali informatsiyalar olib turish uchun podpiska qo'yinglar.